Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan Sekretniy Vostok, ya'ni qora zira yog'ini gaplashamiz. Buni mana o'zim har kuni ertalabdan 2 donadan iste'mol qilaman. Bu Faberlic brendiniki. Buni nima xususiyatlari bor? Bu to'kilayotgan sochlarni qaytadan to'kilgan joyidan chiqaradi, soch o'stiradi. Даже emizuvli onalarni sutini ko'paytiradi, gormonlarni joyiga tushiradi. Ayollarda hayz siklida muammo bo'ladigan bo'lsa, normallashtiradi, joyiga tushiradi, energiya baxsh etadi bu. Yana nima xususiyatlari bor? Ozdiradigan xususiyatlari ham bor. Agar ertalab nonushtadan oldin ichadigan bo'lsa, buni ozdiradigan xususiyati ham bor, qizlar. Bemalol buni menga zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Vashi bezarar, bu bad, bu vitamin bu. Hech qanaqa dori emas. Zararli joylari yo'q. Mana Rossiyadan O'zbekistonga rassamoshkadan o'tib kelgandan keyin shunaqa qog'ozlar yopishtirilgan bo'ladi. Va ikkinchi badimiz esa bu miya faoliyatini rivojlantirish uchun, ya'ni bir xilgilarni xotirasi pasayib qoladi. Anaqa yaxshi ishlamaydi, anaqalari, miyalari, o'shalarni yangi g'oyalar yaratish uchun, yangi energiyalar olish uchun mana shu vitaminimiz kerak bo'ladi. Bundan ham ichibman, orasida 10 minut raznisasi bilan ichaman. Bu hammasi rossiyskiy mahsulotlar, rossiyskiy badlar, O'zbekiston sertifikatidan o'tilgan, mutlaqo bezarar, olib ichsanglar bo'laveradi bemalol. Narxlari ham zo'r chiqibdi, 85 mingdan chiqibdi. O'zi 150 mingdan chiqadigan batimiz bu katalog skidkada chiqibdi. Va keyingi batimiz esa bu oshqozon ichaklarini joyiga tushiradigan, ovqatni yaxshi hazm qiladigan, ichaklarida muammosi borlar, ich qotish muammosi borlar uchun buni ozdiradigan xususiyati ham bor. Ko'pchilik ozdiradigan narsa ko'rsating deydi-ku, buni ozdiradigan xususiyati ham bor. Mana bu ham Rossiyadan O'zbekiston rassamoshkasidan o'tgan. Yaroqlik muddati 38 oy, bemalol 3 yil, bemalol ichsanglar bo'laveradi olib. Ichida 60 ta kapsula bo'ladi. Mutlaqo bezarar. Buni ovqat bilan birga hazm qilib ichsanglar bo'laveradi. Mana hozirda mana shu 3 ta batni ichib kelyapman, 3 ta vitaminni. Chunki ayol kishi tuqqandan keyin energiyasini yo'qotadi, vitaminlarini yo'qotadi. Shularga men hozir ichyapman. Bemalol menga zakaz qilib ichsanglar bo'laveradi.